E'lon berishga to'g'ridan-to'g'ri egadan 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomatik korobka Cobalt kelgan. Mashinamizga metan gazli uстановка qilib qo'yilgan ekan. Bir to'liq obzor qilamiz sizlar bilan birgalikda. 144 ming probeg. Evakor polik, chexollar qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p, bagajda pokoleniya metan gazlar. Bagaj holatlari ham yaxshi turibdi ekan. Qirilib ketmagan ekan. Egalari aytishlari bo'yicha bitta mana shu orqa eshigiga kraskasi bor, qolgan joyi toza. Narxi 10.800. Hamma joyiga qarab qo'yinman, umuman ishi yo'q deyaptilar. Olib minishga tayyor gazli avtomatik Cobalt. Avtokreditlarni video davomida qo'yib qo'yamiz. Egalari o'zlaringiz gaplashaveringlar, banklarni uncha tushunmayman. Bank naqd sotaveramiz, farqi yo'q dedilar. Manzilimiz Shahrisabz shahar, Yangi Xalq bankidan o'tgandan keyin 500 metrdan keyin o'ng qo'lga keladi. Murojaatchi nomer qoldiramiz. E'lonlarimiz mutlaqo bepul. Kelib ko'rib, mashinalarni baraka qilsangizlar bo'ladi.